Yangi kelinlik vaqtlarimdagi ishlar esimga tushib ketdi va sizlarga ham ozginagina shuni aytib bermoqchiman. 2009-yil noyabr oyida to'yim bo'lgan, 4-noyabrda. Ya'ni o'sha vaqtda juda ham sovuq bo'lgan vaqtda bo'lgan. To'yimdan keyin adashmasam bir oydan keyinmi, yarim oydan keyinmi qor yog'gan. Aynan mana shu ikkinchi etajimizga qorlar tepalar yopilmagan bo'lganda qorlar rasi tushgan. Qor tushganida adajon bilan oyijon, adajon qurayotgan bo'lganlar. Men o'shanda atlas ko'ynaklarimda chiqqanman-da, adajonga qarab bering, adajon men o'zim qurib olaman desam qo'limga shundoq berganlar qor quriydiganida o'sha yerda polniy mana shu uzun yo'lkamizni o'zim qurab chiqqanman-da. Yarim soat, 1 soat o'zimga kela olmasdan sinomiy xonada yotganman. O'ranib olib yotganman. Har doim oyijon mashina hovlidan chiqib ketgandan keyin yerlarimiz burchatka bo'lmagan vaqtda yerlarimiz beton bo'lgan, o'sha betonlarni mana shunaqa holatda doim yuvirtirardilar. Sababi ozoda ayol edilar-da. Shu narsa bizga miyamizga qolib ketgan. O'shaning uchun mana shunaqa hamma yoni men ham Artura degan odatim bor. Har safar burchatkalarni artganimda juda ham ko'pchilik yozadi. Nimcha burchatka Arturasilar deb. Mehnat singan inson har doim o'zini mehnatini doim qadrlaydi va pulini qadrlaydi. Ozodalik tuman boylik deyshadi. Meni ko'pdan ko'p